Chefbook video kitobiga hoziroq buyurtma bering. Endi siz sevgi bilan pishirasiz. 71 kodi bilan 203 0005 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. So let it go, that's the way that it goes. Bubbles. Bo'yingdan nur gilayman senga shaydoy voydoday. Yashang! Oltin doira festivalining laureati Botirxon Imomxo'jayev. Shahzodaxon Muhammedova qani Dubayga sayohatga ketibdilar. Qachon kelishlari hozircha noma'lum. Kesari keldilar, kelmasini men shu oshxonada qolib ketishim ham mumkin. Lag'ingga ostim lag'monlar. Assalomu alaykum aziz tomoshabin do'stlar. Meni yurtim telekanalida ilk marotaba Kamina Botirxon Imomxo'jayevdan Chefbook ko'rsatuvini taqdim etamiz. Ko'rsatuv boshlovchisi Shahzodaxon Muhammedova bizni mehmonga taklif qilib, o'zlari chet elga bilmadim nima sababdan ketib qolibdilar. Xullas, bugun ko'rsatuvni Kamina ko'taring kayfiyatda olib boraman. Men bugun mezbon bo'laman. Mehmonimiz estradamizning yosh yorqin vakillaridan ajoyib ijodkor Sherzodbek Jonibekov. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum aziz bizni kuzatayotgan barcha muxlislarimiz, omonmisizlar, sog' salomatmisizlar. Hamisha xonadoningizda to'kin sochillik, dasturxoningiz shunaqa noz-ne'matlarga to'la bo'lishini Allohdan so'rab, akamiz bilan birgalikda sizlarni xursand qilishlikka harakat qilamiz. Endi taomni tayyorlashdan oldin eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz bosh homiysi Musa yarim tayyor mahsulotlari. O'zbekistonimizning barcha bozorlarida, do'konlarda bemalol xarid qilishingiz mumkin. Biz bugun mana shu mahsulotlardan foydalanamiz. Albatta. Xo'p, bugun qanaqa taom tayyorlaymiz? Endi yurtdoshlarimizga tanishtiring. Bugun tayyorlanadigan taomimizning nomi? Taomimizning nomi. Ha, birga tayyorlaymiz, endi men yordam beraman sizga. Toparman. Tutarman. Toparman. Nimaga? Sababi endi qozonga o'zbekona nima deydi? Nimani topsak, shuni solamiz. Ha, men tushundim. Demak, xonadonlarda, xolodilnikda, ya'ni muzlatgichda nima bo'lsa, qozonga solinadigan, to'g'rimi? O'shalarni topib, joylab, keyin nima qilib? Dimlanadimi? Dimlab pishirib. Ha, bo'ldi. Bubbles. Keliningiz ham o'sha kitobdagi video retseptlarni ko'rib ba'zanda bo'lib ketgan. Sizlar ham opa-singillarga, ayolinglarga bemalol sovg'a qilsanglar bo'ladi. Chefbook. Mazali retseptlar mana shu yerda. Azizlar, meni yurtim telekanalida Chefbook ko'rsatuvida demak toparman taomini tayyorlashni boshlaymiz. Demak, birinchi bo'lib mana qo'llarni gigiyenaga rioya qilib, qora qo'lqoplar kiyib oldik va nimadan boshlaymiz? Birinchi go'shtimizni tayyorlashdan boshlaymiz. Qani. Mana. Go'sht yog'li joylari mana. Qozonga solishga chiroyli qulay qilib, mana bu to'g'ri olasiz. Tovoqqa nima deydi? Laganimizga solganda ham chiroyli bo'lishi uchun chiroyli qilib kesib olamiz. Hozirgi kunda o'sha dado degan qo'shiq juda ommalashdi. Ayniqsa yoshlar orasida, yosh bolajonlar orasida. YouTube'da ham prosmotrlar ko'z tegmasa 60 million bo'ldi. 62 million. 62 million. Juda ham yaxshi. Asal qizim, shakar qizim, novat qizim mani. Birka qizim, shirin so'zim, go'zal qizim qani. Mana bu shokoladni siz mazza qilib yeb qo'ying. Asal qizim mani. Bitta dado deb qo'ying. Dado. Bubbles. Bu g'oya kimdan chiqdi? Yo, farzandingiz aytdimi? Men haqimda qo'shiq ayting deb qispochchalar aytdimi? Qayerdan keldi bu g'oya? Og'aynilar bilan biz ham shunaqa chiroyli taomlarni qilib o'tirib turamiz. Shunda bir do'stimiz kelgandi, Volida Soyibjon degan. Hop. Shu do'stimiz birgalikda hammamiz Doniyorbek birgalikda o'tirganimizda hamma farzandlardan gap chiqib qoldi. Senda nechta farzand? Endi o'zbekchilikda shuda nechta bilim bor deyilmaydi, bolalardan nechta bo'ldi deydi. Shu. Soyibjon aytdi, menda bitta qizim bor, shunaqa yaxshi ko'raman dedilar. Shuna gitarani oldilarda qo'llariga, "Asal qizim, shakar qizim, jargoncha qilib aytib qoldilar." O dedim. O, tayyor-ku. Tayyor dedim. Dado deb berdilarmi? Qispochcha? Keyin do'stim dedim, shu qo'shig'ingizdan foydalansam maylimi? Bu qo'shiq emas edi, hozir shu yerda bo'ldi dedi. Ha, joydami? Naqoratni o'zi kelib qoldi. Improvizatsiya. Keyin shunga qarab turib, juda ajoyib zo'r shoir yigitimiz bor. Xushnudbek Darvesh. Xushnudbek Darvesh, taniyman. Shu kishimga yozdirdik degan kupletlarni. Asal qizim, shakar qizim.
shunaqa yaxshi narsa chiqibdi, endi muxlislarimizga yoqqanidan, jajji qizlarimizga yoqqanidan juda ham xursandmiz. Hozir endi muxlislar mana shu dadu qo'shig'ini bir jonli ham kutayotganlar bo'lsa kerak. Yo bu yigit kim ekan, qaysi yigit edi deb turganda shunga savol bo'ladi. Ha. Marhamat. Asal qizim, shakar qizim, novot qizim mana. Erka qizim, shirin so'zim, go'zal qizim qani. Mana bu shikolatni siz mazza qilib yeb qo'ying. Asal qizim mana bitta dadu deb qo'ying. Dadu deydimi? Endi baribir yurtdoshlarimizga o'sha birinchi ijro etgan qo'shig'ingiz, ilk marotaba ijro etgan qo'shig'ingiz, ustoz san'atkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, Alloh rahmatiga olgan bo'lsin, Muhriddin Xoliqovni Toparman degan qo'shiqlarni ijro etib, ancha san'atkorlarga, butun shou biznes vakillariga va shu bilan birga yurtdoshlarimizga ham ancha tanildingiz-da. Shu qo'shiqning g'oyasi qayerdan keldi? Yo, Muhriddin akam yoshlikdan nima deydi, eshitib katta bo'lganmisiz? Ko'pchilik aytdiki, Muhriddin akam rosa ko'p eshitgan ekan bu bola dedi-da. Va yotib olib eshitgan ekan deganlar ham bo'ldi-da. Muhriddin akani ijodlarini juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Hayotda ko'rganmisiz? Hayotda ko'rish nasib etmagan, afsuski. Lekin qo'shiqlarni, ijodlarini juda ham maza qilib tinglayman hamda o'rganib aytaman o'zim. Qo'ldan kelgancha aytganmiz. Ana, bitta Toparmandan eshitamiz. Qani? Sochlari dengizni toparman. Olamda tengsizni toparman. O'zimni yo'qotsam yo'qotib, bir kuni men seni toparman. O'zimni yo'qotsam yo'qotib, bir kuni men seni toparman. Yashang, baraka toping. Bravo, ofarin. Toparman taronasiga moslab biz Toparman taomini tayyorlayapmiz. Muzlatkichda uyingizda nima bo'lsa topgan tutganlarni qo'yib, bir chekkadan qozonga joylab, dimlanadimi oxiri bu qaynatiladimi? Yo'q, bu dimlanadi. Dimlanadi. Necha daqiqa? 1 soat, 1,5 soat. Xo'p, tushunarli. Mana bitta savolda kartoshka bor mana. Artiladimi, archiladimi? Kartoshka archiladi. Archiladi. Ha, yashang. Ko'pchilik ana o'shani aytaman, men ko'pchilikga archiladi desam, yo'q, artiladi deydi. Artish bu chochuv bilan olib, bundan archish bo'ladi. O'zbek tili bag'oyat boy til. Ko'proq archiladi desaydi, menimcha to'g'ri bo'lsa kerak. Lekin kartoshka ham shu Rossiyadan kirib kelgan bo'lsa kerak, menimcha. To'g'rimi? Yo'q, kartoshka birinchi Rossiyada emas, birinchi men eshitganman, o'qiganman. Hop. Amerikadan, hindulardan Yevropaliklar o'rganib Yashang. kelgan. Ko'katlar haqida, jo'xori haqida qo'shiq, bolgar qalampir, sarimsoq piyozlar haqida. Nimaga shu mavzuda yo'q? Sabab. Bilmadim, men hayronman. Bir o'ylab ko'rish kerak ekan. O'ylab ko'rish kerak. Ayniqsa qo'shiqchilar agar bizani tomosha qilishayotgan bo'lsa, bemalol tavsiya qilib qolamiz, balkim hit bo'lib qolar. Bubbles. Hurmatli erkaklar, hoziroq Chefbook kitobini xarid qiling. O'shanda uyga kelganingizda ayolingiz sizga restoran taomlarini pishirib qo'yishadi. Ushbu kitobda o'zbek milliy taomlaridan tortib, jahon taomlarigacha har xil desertlar, tortlar, pishiriqlar, nonushtalar uchun tavsiyalar, professional sirlar hamda eng asosiysi turmush o'rtog'ingiz hamda qaynonangiz uchun lab qoldiradigan mazali retseptlar joylangan. Xo'p, ana endi piyozga o'tamizmi? Yo'q, piyozga o'tishdan oldin Botir aka meni juda ham yaxshi ko'rgan musani somsalarini duxovkaga solib qo'yamiz. Xo'p. Dimlama pishgandan keyin maza qilib. Qani bir ko'rsatingchi. Musa brendi bizning ko'rsatuvimizning bosh homiysi hisoblanadi. O'ylaymanki, sizning ham xonadoningizga bu mahsulot kirib keladi va sizni o'ng qo'lingizga aylanadi desam mubolag'a bo'lmaydi. Azizlar, demak, taomimizni mana qozonga solishdan oldin Sherzod Bekjonibekdan mana somsa pishirish jarayonini ko'rar ekanmiz. Somsachi bo'lganmilar? Yo'q, yo'q. Somsalar bor, zakkaz. Somsa sotmaganmisiz? Men somsa sotganman bolalikda. To'g'risini aytaman. Yo'ladigan ish qilmaganman. Somsa sotganman mana, qani, nimalar sotganman? Choy sotganman, salqin ichimliklar sotganman, akkumulyator sotganman, ehtiyot qismini sotganman, ko'p narsa sotganman. Faqat Mafoda. ikkita narsa sotmayman Mafoda. hayotimda. Bilasizmi nima? Nima? Do'st bilan vatan. Yashang. 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 Shunaqa bo'ling do'stlar.
Mana somsalarni ko'ringlar. Bu tayyor, yarim tayyor ekan. Shu teramizmi? Qani ko'raylik. Olasizlar, bilinchilar bor ekan, mantilar bor ekan, tayyor xamirlar, chuchvaralar deysizlarmi? Voy voy. Молодец. Bravo. Bubbles. Azizlar, demak mana Sherzodbek Jonibekovdan mana somsalar tayyor. Muza somsalar. Qani ko'rsating. Mana. Endi buni duxovkaga 40 daqiqaga jo'natamiz. 40 daqiqada somsa tayyor bo'ladi, 1,5 soatda taom tayyor bo'ladi. Xullas, bir 2 soat vaqtim olar ekan-sizda Sherzod. Afsuski. Ha, yashang. Ana endi dimlamani davom ettirsak bo'ladi. Navbat piyozga. Ko'z achishmaslik uchun nima qilish kerak? Ko'z yumib olish kerak. Yo'q, sal uzoqroqdan to'g'rash kerak-da. Sal distansiyani ushlash kerak. Bir xilja yaqin to'g'raydi-yu. Bilarkansiz-ku, bilmayman deyishingizni qara. Karamni xomligicha yeganmisiz yoshlikda, bolalikda? Men bir sir ochaman, o'rtoqlar, biz ajoyib ijodkor bojalar guruhida solisti Jahongir Tozijonov bilan yoshlikdan birga katta bo'lganmiz. Yoz mavsumida cho'milishga borardik, 3 oylik kanikularda. Cho'milishdan chiqib qoronchadi-yu. Puli yo'q endi u payt. Student emassan, yosh bolamiz. Da qarasa, bu payt katta joyga karom ekilgan ekanda. Sekin karom olib chiqqanmiz. Hech kim yo'q qarasa. Karamni xomligicha o'shanda yeganmiz. Bubbles. Yozavodda ishlaydiganlar, biz qaysi yoqdan foydalanayotganimizni bilmaymiz. Mabodo agar sizga yog'ingizga zo'r reklama kerak bo'lsa, Chefbook ko'rsatuvi siz uchun aynan. Mana shu yerda sizning yog'ingiz bo'lishi mumkin. Ana endi pomidorini Sherzodbek janoblari qanday tarzda to'g'rayaptilar? Parrak yo, ana nima deydi? Yarim oysimon shakldami yo to'rtburchak shakldami? Pomidorini hozir biz Parrak qilib to'g'raysizlar o'rtoqlar. Pomidori. Kimga qanaqa? Nimaga dori so'zi ishlatilgan ekan? Men qarang, pomidori. Yo, Asli butun so'z. Lekin ikkita qismdan iborat-da, pomidor. Qayerdan kelib chiqqan buni bilmadim. Nimaga bilmaysizmi? Ispaniya, Italiya, tomato. Albatta. O'zi tomato nomi, tomat. Ruschasiga bilasizmi? Yo'q. Bilmaysizmi? Yo'q. Mana bilmaydiganlar bilib oling. Pomidori so'zini ruschasi pomidor bo'ladi. Ming rahmat sizga. Mana baraka toping. Rus tili bavoyat boy til. Soling, Sherzodjon. O'zbek tili boy tili. O'zbek tili bavoyat boy til. Pomidor desa ham bo'ladi, pomidor desa ham bo'ladi, pomidorchiki desa ham bo'ladi. Ana endi navbat chistachokka, ya'ni sarimsoq piyoz. Mana. Chiqishasizmi deyman. Endi harakat qilyapman. Yoqadimi? Yo'q. Nimaga? Yo'q, bu bilasizmi? Immunitetni ko'taradigan bu sarimsoq piyoz ayniqsa oshlarda ham tepasiga qo'yishadi-yu. O'zgacha mazza. Ha, o'zgacha. Bolalikni eslayman-da, sarimsoq piyozni-chi qora nonga surardik-ku. Esingizdan ustiga gazli tuz sepib bo'lgan shunaqa ishlar. Hali biz anaqaga chiqardik-da o'rtoqlar bilan. Poxodga chiqardik, tog'yon bag'rlariga, lagerlardan qochib, o'sha yoz mavsumida ayniqsa bor-ku, qora nonga sarimsoq piyozni surtib, ustiga azmin tuz sepib yemaganmisiz? Yo'q, men to'g'risi Kartoshka pishirganmisiz olovda? sarimsog'i xomini yeyolmayman, to'g'risi. Qiynalaman. Bering, ko'rsatib beraman. Yo'q, ko'rsatib Ha, tugasin. bo'ldi, ko'rsatuvdan keyinlar. Yoshlikda keyin kartoshkani kulga ko'mib pishirganmisiz? Kartoshkani, jo'xorini kulga ko'mib Hozir bolalar unaqalar yo'q. Mazza qilib yerdik. Hozir menimcha unaqa kartoshka pishiradigan bolalarning o'zi qolmagan. To'g'rimi? Yo'q, menimcha men maslahat berardim ota-onalarga, farzandlar biz kattalar nima qilsak, o'shani bizdan o'rnak olishadi. Men tavsiya berardimki, farzandlaringlar bilan ochiq nima deydi, Tabiat qo'yniga chiqib, shunaqa kartoshka ko'mishlarni nima deydi. Buni ham gashti bor, ham mazasi bor. Men esimda bor bolaligimizda birinchi futbol o'ynardik-da. Yutqizgan jamoa bor-ku, uydan ikkita kartoshka olib chiqar. Keyin yashiklarni bo'lib, olov gulxan qilib, o'sha kartoshkalarni ko'mib, atrofida o'sha futbol o'ynagan do'stlar bilan birga keyin kimdir tuz olib chiqardi. Tuz hamchi qog'ozda bo'lardi, gazetaga o'ralgan bo'lardi. Keyin chiqib, hali kartoshkani tuz bilan endi ishonasizmi? O'sha maza ishoninglar o'rtoqlar. Va ko'rsatuvni ko'rgandan keyin shu kommentariyada ham yozinglar, kartoshka yeganlar bo'lsa, yoshligida buni bizga o'xshab kartoshkani gulxanda pishirib, cho'g'da pishirib, tuzlab yeganlar bo'lsa, kommentariyada yozib olinglar, borib ishoninglar.
hozirgi yoshlar menimcha unaqa mazani ko'rmayapti. Bubbles. Har kuni nima nonushta tayyorlasam ekan? Bugungi kechki taomni qanday menyu bilan bayram dasturxoniga aylantirsam bo'lar ekan deb bosh qotiryapsizmi? Bizning jamoadan Chef Book pazandalar kitobi sizga yordamga keladi. Kitobni ochasiz, telefoningiz bilan QR kodni kiritasiz va qarabsizki 70 xil retsept sizning ixtiyoringizda bo'ladi. Siz bu videodan qarab tayyorlagan barcha taomlar albatta o'xshab chiqadi. Chunki barcha sir asrorlar sizga ochilgan bo'ladi. YouTube'dagi videolarda eng qiyin sir asrorlarni berkitishgan bo'ladi. O'zimiz bunga guvoh bo'lganmiz. Men yurtim telekanalida Chef Book ko'rsatuvida bugun men Kamina Botirxon Imonxo'jayev boshlovchilik vazifasidaman. Hayron bo'lishingiz mumkin, Shahzodaxon Muhammedova qani? Dubayga sayohatga ketibdilar. Qachon kelishlari hozircha noma'lum. Kelsa keldilar, kelmasada men shu oshxonada qolib ketishim ham mumkin. Xullas, Sherzodbek Jonibek bugun mehmon, navbat ko'katlarga. Toparman taomi. Hamma masalliqlarimiz bor. Endi ko'katlarni chiroyli qilib mana yuvib, to'g'rab, keyin yana yuvamizmi? Yo'q. Ha. Yuvilgan. Bo'ldi. Kerak emas joyini olib tashlaysiz. Yashing, bering. Ash kerak emas joylarni menga bering. Bu yerda joylarim bor ekan. Men shunaqa joylashga ustaman. Sherzodbek, mana sabzavotlar haqida gaplashdik, jo'xori haqida gaplashdik, kartoshkalar haqida gaplashdik, yoshlikni esladik. Ijodkorlar orasida men bir narsani kuzatganman. Kamdan kam san'atkorlar taom haqida qo'shiq bor-da. Bitta, ikkita, uchta bo'lishi mumkin, sanoqli. Ha? Albatta. Palov to'g'risida qo'shuv bor. Palov to'g'risida. Masalan, dastava to'g'risida qo'shuv yo'q-da, masalan, qozon kabob yoki dimlama, shunaqa bir mavzuda qo'shuv qilsangiz bo'lmaydimi? Yoki qulog'ingga ostim lag'monlar degan masalan bo'lishi mumkin-ku. Endi u nima deydi? Majoziy ma'noda. Majoziy ma'noda deyasiz, tushuntirman. Lekin bunaqa nima deydi, taom to'g'risida odamlarni kayfiyatini ko'taradigan, ya'ni kuldiradigan qo'shiqlar ko'proq komik aktyorlar, ijodkorlarga to'g'ri keladi. Masalan, sizga. Masalan, Shukur akamga. Masalan, Shukur akamga. Shuning uchun ijodkorlar taom haqida qo'shiq kuylashmagan. Yo'q. Kam. Agar mavzu berilsa, qaysi taom haqida qo'shiq yaratgan bo'lardingiz? Mana shu yerga kelib sizdan shu fikrni eshitib, G'oya ideya men o'z uchun nima deydi? Nima rejaga kiritib qo'ydim. Albatta, faqat bitta taom bilan emas, men barcha o'zbegimizni mashhur taomlar haqida bir chiroyli qo'shiq qilish niyatida o'zimga demak menyu bo'lar ekan-da. Birinchisiga, ikkinchisiga qo'shilgan ham menyu. Qo'shilgan ham menyu bo'lsa kerak. Yaxshi. Demak, azizlar, hozir Sherzodbek Jonbekovdan bir singil yangisidan, yangi taronadan eshitib ko'ramiz. Sherzodbek, sozanda kerakmi? Okey, tinchlik kerak. Qani, marhamat. Ko'chamizdan bir go'zal hayol surib o'tmoqda, sho'xlik qilib gap otsam labin burib ketmoqda. Ay ay ay. Nozlari yomon ekan, dimog'i osmon ekan, bo'ylari rayhon ekan, bo'ylaringdan aylanay, bay bay bay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Mana bu yoq ay bo'ldi-yu. Birortasi qo'shmaganman dedingiz-a? Yo'q. Ha? Yo'q. Topdim, Rayhon dedingiz-ku. Ye? Rayhon. Rayhon bu ko'katga kiradi. Ko'katni qo'shibsiz-ku. Yo'q, rayhon taom emas. Ha. Bo'ylari rayhon ekanmi? Qanaqa ekan? Bo'ylari rayhon ekan. Nima shunaqa ta'rifni keltirishadi? Bo'ylari rayhon. Qanaqa rayhon? Sada rayhonmi? Ko'k rayhonmi? Ana bunaqa gulchambar rayhonmi? Endi borganimda Xushnud akadan bir so'rab olaman. Xushnud Darvesh yozgan. O'ylagansan. Yaxshi. Qarang, siz maqom qo'shiqlarni ham ijro eta olasiz. Maqom qo'shiqlarini ijro eta olaman. Eshitdik maqomda. Ana maza qiladigandan bir nima deydi? Ertalab oshlar deytiladiganmi? Bir hozir taomni tayyorlayotganda bir jarayonda bir kayfiyat ko'taradiganlar. Kayfiyat ko'taradigan bo'lsa, maqom qo'shiq emas, lekin shu o'zbegimizning klassik qo'shiqlari. Qani, marhamat. Mani borar joyim o'sha Namangan, ey mani borar joyim ey o'sha Namangan. Qiz bolang keladi bo'ynidan marjon ey
voydaday Ha. Botirxon keladi qo'lidan ovlaganay voydaday marjon o'rtasida yoray bir juft taholingay oy bo'yingdan nur gilay man sanga shaydoyay voydaday Yashang. Hofizga necha baho o'zinglar baho berasizlar, lekin doirachi baribir birinchi o'rinda va Oltin doira festivalining laureati Botirxon Imomxo'jayev. Bubbles. Operatorlardan iltimos qilamiz, klubni planda ko'rsatishsin mana san'at asari. Toparman deb nomlangan taom. Uyingizda xaladinida muzlatishdi. Nima bo'lsa olib sekin topganinglarni qozonga tezib mana sariyog'dan boshlandi, piyoz. O'rtoqlar go'sht. Mana go'sht. Yonuvro joylardan go'shtimiz tuzlanmagan, shuning uchun sal ko'p. yo tuzib pishirilmasa ekan. Hozir moda bo'ldi-yu, ba'zan sepishgan. Siz sepib olsiz. Ondaqadan mantlar bilan tushiradigan. Yo, men o'xshab olmayman. Sababi oshpazlar ustatdi. Demak, mana tuz, kashnik urug'i, ozgina va zira. Mana ham. Buni ko'pchilik bostirma deyishi mumkin, ha? Siltama deyishadi, har xil nomlashadi. Lekin Sherzodbekni mana ijoddan kelib chiqib toparman deb qo'ydik. Necha kishiga bajarladingiz buni endi? Biz ko'pchilikmiz. 27 ta operator ishlayapti. Operatorlar tanidingiz. Tarik olgan bolalar. Xudo xolasa hammani xursand qilamiz inshaalloh. Azizlar, demak, Sherzodbek Jonibekov janoblari mana o'ng qo'llarini o'ynatib, va nihoyat barcha masalliqlarni qozonga joyladilar. Hamma o'sha poliz ekinlari bormi, go'sht bormi, kartoshka bormi, hamma masalliqlarni joylab, to'lib toshib ketdi qozon bor-ku. Tuzlab, ziravordan sepib, endi suv ham quydi. Suv quyildi, ko'p emas, ozgina. Bir piyola suv quysangiz bo'lar ekan. Endi qozonni yopamiz. Necha daqiqaga? 1 soat, 1,5 soat turish. Pas olib. Qani. Mana qozon yopish ham bu san'at o'rtoqlar. Lekin rosa chiroyli chiqibdi. Qozon bosilmayapti-yu. To'lib ketdi bu. Ustiga o'tirib olaymi? Yaxshi. Bubbles. Ushbu video kitob shunchaki retseptlar emas. Bu oilaning "Wow!" degan hayrati, qaynonalarning maqtovi, mehmonlar oldida esa haqiqiy faxrdir. Restoran ta'mi o'z uyingizda. Ortiqcha xarajatlarsiz yangi menyudan bahra oling. Siz hozir buyurtma bermasangiz, ertaga yana oddiy ovqatlanishingizga to'g'ri keladi. 71 kodi bilan 203 0005 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Hop, somsanikida boshqacha ko'rsatmayapsan. Voy. Qani. Mana shu o'rtaga qo'yingchi. Voy. Ruschasiga "Krasotища какое" deydi-yu. Mana bu go'zallikni qaranglar, o'rtoqlar. Bekorga haligi onasi ochib qolsin deyilmagan ekan-da. Bu hammasi bir-biriga yopishib bo'lar-ekan-da. Texnika mo'jizasini ko'rganmiz-ku, ammo bunaqasini birinchi marta deydi-yu. Voy. Mana hali tatib bo'lmasdan bu cho'gavarish bo'lyapti-yu, mazasi. Va nihoyat biz kutgan somsalar pishdi. Mana o'zingizlar ko'rib baho beringlar. Shaxsan Sherzodbek Jonibekov o'zlari pishirdilar. Lekin bu tayyor yarim mahsulot edi. Mana shu somsani tayyor qilib pishirdilar. Qanaqa somsa? Musa somsalari. Musa somsalari. Sherzodning somsalari. Qani tatib ko'ramiz ham? Qani, olingchi. O'z qo'llarim bilan. Boyabek tom. Yoshlik deymaza-yu. Salom. Nima dedim? Nomerlar ham. Yo'q. Ha. Uyga saboy. Bo'ldi. Azizlar, Sherzodbek Jonibekovdan bu somsa.
Nafaqat somsa, aka, boshqa taomlar ham bor. Qorin to'ydirib olmang. Bubbles. Aziz muxlislar, Chef Book ko'rsatuvida va nihoyat toparman taomi tayyor bo'ldi. Mana o'zingizlar baho berasizlar. Mana kartoshkalar, mana go'shtlarimiz, mana bolg'ara qalampirlar, jo'xorlar, xullas hammasi. Qani bismillah. Qani. Hil. Oy. Yuribki totdi bu. Hammaga maslahat beramiz, xullas borib. Sherzodbek Sikadagov rahmat shirin mazali taom uchun, ajoyib menyu uchun, undan tashqari chiroyli kuya qo'shiqlar uchun, ajoyib suhbat uchun. Muxlislarga chiroyli niyatlaringiz bo'lsa, gapiring. Bizni kuzatayotgan barcha muxlislarimizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilaymiz. Xonadoningizga fayz barakot tilaymiz. Yurtimizda yaxshi kunlar, to'ylar, bazm jamshidlar ko'p bo'lsin, san'atkorlar borib xizmat qilib yuraveradi. Bundan tashqari tez kunda yana yangi qo'shiq, premyerasi bor. Ya'ni tez kunlarda Xudo xolasa bitta dado deb qo'ygan qo'shig'ini davom bo'ladi. Ya'ni o'g'il farzandlarimiz uchun ajoyib tarona. Yangilik bo'ladi. Albatta. Kattakon rahmat. Bubbles. Yana bir bor eslatib o'tamiz. Meni yurtim telekanalida Chef Book ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Ko'rsatuvimizning homiysi Musa yarim tayyor mahsulotlari. Hammaga tavsiya qilamiz. O'zbekistonimizning barcha bozorlarida, do'konlardan xarid qilishingiz mumkin. Bizni tomosha qilgan, bizga havas qilgan hammaga xonadonlarga tinchlik, xotirjamlik tilaymiz. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Meni yurtim telekanalida yana keyingi sonlarda balkim diydor ko'risharmiz. Xullas hammanglarni yaxshi ko'ramiz. Omon bo'linglar. Xayr. Chef Book video kitobiga hoziroq buyurtma bering. Endi siz sevgi bilan pishirasiz. 71 kodi bilan 203 0005 raqamlariga qo'ng'iroq qiling.